oltita farzandimni kiyilgan kiyimini videosini qo'yganimdan keyin ko'pchilik daretga yozibdi. Voy, men ham borgim kelyapti, do'koninglarga olgim kelyapti. Kimdir yozibdi, men endi pul yig'aman sizlarni do'koninglardan kiyim olish uchun. Endi men sizlarga syurprizimni ko'rsataman. Yuringlar magazinga. Bizning do'konimizdagi kiyimlarning kачествоsi shunaqangi zo'r. Men sizlarga o'zim javob beraman. Chunki hamma kiyimlarni kачествосini 6 ta farzandimda sinab keyin do'konga olib kelaman. Shu munosabati bilan hammanglar so'radinglar, biza qildik. Hamma kiyimlarga do'konimizda 50% chegirma. Men xohlaymanki, hamma bizning kiyimlarimizni приемлемый, доступный narxdan olishini, bolasiga olib kiydirib ko'rishini xohlayman. Bu videoni сохранить qilib olinglar, qarindoshinglarga jo'natib qo'yinglar, do'konga kelinglar.